Ataqlıq kino artisti Abdurrahman Avaz 1962 yılı Beijing kino studiyasi ishlagan Anarxon filmida hammaylarga tonish bo'lgan bir obraz bor. O bo'lsa-mu, bu filmdagi bosh personaj Qurban obrazi. Bu filmni ko'rgan ko'rganlarning hammasi Qurban obrazini yaratgan artistga afirin aytmay turolmaydi. Mana shu obrazni voyaga yetkazib o'ynab, xalqimizning olqishiga erishgan artist bo'lsa, Tangirtaq kino studiyasining atoqli artisti Abdurrahman Avaz. Abdurrahman Avaz 1936 yılı 6 ayning 11 kuni Cho'chakning Sangung yezisida dehqon oilasida tug'ilgan. O'tir maktabni bitirgandan keyin 1952 yildan 1956 yilgacha Cho'chak 1-o'tir maktabning ilmiy boshqarmasida ishlagan. Kichigidil san'atga bo'lgan ishtiyoqi kuchli Abdurrahman 1956 yılı o'zining san'at jihatdagi aloyidligi bo'yicha Xalq ozodlik armiyasi 5-korpus san'at o'makiga qabul qilinib, harbiy artist bo'lib qoldi. Uzun o'tmayla Şinjan harbiy rayon san'at o'makiga yetkilib, usul atirtida usulchi bo'lib ishladi. 1961 yılı sirtqi o'yin qo'yg'il chiqib, amdili qaytib kelgan Abdurrahmanga tuyuqsiz bir xushallik nasib bo'ldi. Anarxon filmida Qurban rolini o'ynaydigan muvofiq artist topolmay yurgan rejissorga qaddi qomati kelishgan, chiroyidan oq ko'ngilligi chiqib turadigan Abdurrahman yarab qoldi. Shundaq bir tasodifiy fursatda amdili 25 yoshga kirgan Abdurrahman tunji ekran obrazi bilanla butun mamlakat xalqiga tunishliq dangliq shaxsga aylandi. Tunji qadamini g'albilik bosgan Abdurahmanga bundaq fursatlar orqa-orqadan keldi. 1963 yılı Yaylaqdagi burkut, 1965 yılı Qumliqdagi Yeşil Dolqin filmlarida bosh rollarni o'ynab, o'zining bu jihatdagi talantini to'liq namoyon qildi. 1970 yılı qismdan kesib almishib, Urumchi shaharlik Pochta Telegraf idorasi ishchilar uyushmasida ishladi. 1979 yılı Tangirtaq kino studiyasining hikoya film ishlash xizmati asliga kelgandan keyin bu studiyaga almishib keldi. Shuning bilan yo'l boshlag'uchi, G'erib sanam, Qiz qabrisi, Chegara yezidagi muhabbat, Oltin qazg'uchilar piri, Izitqu, Kichik mehmon, G'arbi diyor ruhi, Ikkinchi ko'z qatorliq kino va televiziya filmlarida o'xshamagan personajlarning xarakterini yoritib, keng ko'rmanlarning qalbidan cho'nqur o'rin oldi. Kino san'atkorlari qatorida Şinjanning birdan-bir Uyg'ur kino san'atkori sifatida alohida tunishtirildi. Afsuski, kino sohasida to'xtamay ilgirlab natija yoritayotgan Uyg'ur xalqining munavvar farzandi Abdurrahman Avaz o'ziga chaplashgan rahimsiz kasalning asoratidan qutlanmay 1993 yılı 7 ayning 7 kuni 57 yoshida bizdan mangulik ayrildi. San'at xumar xalqimiz bu o't yurak san'atkorimizni mangu yod etadi.